aytiramiz. Xudo xolasa. Mana endi keyin to'xtang, Farhodjon, mana shunga qarating, mana qo'ylar qarang mana. Qo'zilar. Ko'pchilik e'tibor bermaydi-da. Go'ng bo'lib qolyapti. Yo, go'ng, mana shu endi bu jijida bu. Bu jiji, bu sut emgandan keyin yog'liq, suti yog'liq qo'ylardiki, qatib qoladi. Ko'pchilik qo'zisini nobud qilib qo'yadi shunday. O'shuni orqasidan. Shuni orqasidan nobud qilib qo'yadi. Nimaga o'ldi qo'zim? Nimaga una bo'ldi? Bir hafta 3 kun yuruvdi, o'lib qoldi deydi. Mana shuni issiq suv qilib yuvish kerak buni. Axlatini-da, bu qatib qolgan jijida bu. Axlatini nima qilib yuvib qo'yish kerak mana shu qo'zilarni. Endi bu qilayotgan ishimiz shu-da. Biz mana shularga mehr bersak, keyin mehr topamiz-da. Ko'ryapsizki, mana qo'chqorchalarni. Gap yo'q. Xolasa mana kuniga 15-20 ta xudo xolasa bolalayapti hozir. Hozir nechta Zohidjon aka, bitta nechta qo'yingiz bor hozir? Bu yerda 450 ta bor. 450 ta. Shu obunachilarimiz Zohidjon akamning qo'ylari qani deyishardi. Hamma bolalarchalari ko'rasizlar, hammasi bolalagan. Oldi bolalar. Hozir bitta bir 250